Ismingiz nima? Maryam. Maryam qiz. O'g'ilov yoqdimi? Yoqdi. Manzilingiz qayer? Andijon. Andijon. Andijonda. Sakra ko'chasi. Meni qayerdan topdinglar? Qayerdan topdik? Internetdan. Qaysi kanaldan? Andijon mebellari. Andijon Nodirbek mebellari. Nodirlar mebel. Zakaz qiluvdinglar, mana yoqdimi sizlarga mebelimiz? Yoqdi. Yana kerak bo'lsa zakaz qilasizlarmi? Xudo xolasa. Nima deysiz endi YouTube'dagilarga bitta gapirib bering endi o'zingiz. Sizlar ham mana shu Nodir akadan mebel zakaz qilinglar, cho'tki qilib yetkazib beradi. Bo'ldi, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar. Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga ancha tanaffusdan keyin video obzorimizni boshladik. Xo'p, o'zimiz Andijonda, Yangi bozor hududida, Sakura domlarining oldida qarindoshimizga qilib berdim. O'zim to'g'risi 530 ga 230 razmeri, stolini uzunligi 380 ga 90, ikkita bo'lak qilingan, pufilariga keladigan olsak 6 ta, yostig'iga keladigan olsak 12 ta, 100% sasnada, rossiyskiy pampers prujina, mo'yshiy material. Bo'lgan materiali ham rosa qalin, o'zimni qarindoshimniki uchun qalin materialda tanlab qilib berdim. Sizlarga ham shunaqa qilib bera olaman. Xo'p, buni narxiga keladigan olsak, Andijon vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 7,5 million so'mdan kimga kerak bo'lsa qilib beramiz. 5 yil garantiyasi bor. Telefon nomerlar qoldiraman, WhatsApp'im, Telegram'im, Instagram'da ham bor. Xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar. Assortimentlari bor, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga qilib beramiz. Nomerlar qoldiraman, mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.